Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi algebra darsimizni boshlaymiz. Bugungi chisloni qo'ying. 21-may. Mavzu ehtimollik tushunchasi. Sodda ehtimolliklar masalalarini yechishda kombinatorikani qo'llanilishi. Biz sizlar bilan o'tgan darslarda kombinatorika masalalarini o'rgandik. Ular joylashtirish, guruhlash va o'rin almashtirishdan iborat. Ehtimolliklar masalasida asosiy tushuncha hodisa deb ataladi. Hodisa deb har qanday tasodiflarni tushunish mumkin. Hodisalar 3 turli bo'ladi. Mumkin bo'lgan hodisa, tasodifiy hodisa va mumkin bo'lmagan hodisa. Birinchisi, mumkin bo'lgan hodisa osmonga irg'itilgan tanganing gerb yoki raqam bilan yozilgan tomoni tushishligi. Demak, tanganing ikki tomoni bor. Osmonga irg'itsak yoki gerb yoki raqam tomoni bilan tushadi. Ikkinchi, tasodifiy hodisa. Osmonga irg'itilgan tanganing raqam yozilgan tomoni bilan tushishligi. Demak, bu tasodif. Gerb tomoni bilan ham tushib qolishi mumkin. Mumkin bo'lmagan hodisa. Masalan, bir oyda 40 kun bor. Demak, bu mumkin emas. Bir oyda 30 kun bor. Bunday qonuniyatlarni son bilan ifodalash uchun ehtimollik tushunchasi kiritilgan. U yoki bu kattalikning paydo bo'lishi uchun olib borilgan kuzatishlar sinov deb ataladi. Ehtimollik formulasi mana bunday shaklda beriladi. P(a) teng n dan m. N barcha sinovlar soni, m hodisaning paydo bo'lish soni. Ehtimollikning asosiy xossasi 0 dan 1 gacha bo'lgan oralikda bo'ladi. Mumkin bo'lgan hodisaning ehtimolligi 1 ga teng. Tasodifiy hodisaning ehtimolligi esa 0 dan katta, 1 dan kichik. Mumkin bo'lmagan hodisaning ehtimolligi 0 ga teng. Masalan, konvertda 100 ta rasm bor. Qaramasdan 10 ta rasm olindi. Olingan rasmlar ichida izlanayotgan rasm borligini ehtimolligini toping. Demak, biz bitta rasmni izlayapmiz. Konvertdan 10 ta rasm olib ko'rdik. Shular ichida biz izlayotgan rasm bormi? Yechish. 100 ta rasmdan 10 tasini ajratib olishlar soni s 100 dan 10 ga teng. Olingan 10 ta rasmning ichida biz izlagan rasm bor va 9 tasi boshqa rasmlar. Bunda sinovlar soni 99 ta rasmdan 9 tasini ajratib olish soniga teng. S 99 dan 9. Formulamiz P teng bo'ladi. Suratda S 99 dan 9, mahrajda S 100 dan 10. Bu masalani ishlaymiz endi. 99 dan 9 100 dan 10 bo'lsa 99 faktorial, mahrajda 9 faktorial, 99 minus 9 faktorial. Mahrajini ham yozib chiqamiz. 100 faktorial, 10 faktorial, 100 minus 10 faktorial. 99 faktorial deganimiz 1 dan 99 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. 99 dan 9 ni ayirsak 90. Kasrni kasrga bo'lish qoidasi. Birinchi kasrni o'zini yozib, ikkinchisini teskarisini yozamiz. Bu yerda qavsning ichidagi 1 dan 90 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi qisqarib ketdi. 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasidan 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasida faqat 10 qoladi. 1 dan 99 gacha va 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasida 100 qoladi. 10 ni 100 ga bo'lsak 0,1 bo'ladi. Demak, masala izlangan rasmni olish ehtimolligi 0,1 ga teng. Endi sizga topshiriq. Yashikda 15 ta detal bor. Ularning 10 tasi yaroqsiz. Qaramasdan 3 ta detal olindi. Olingan detallarning yaroqsiz bo'lish ehtimolligini toping. Masalani ishlab menga jo'natasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' va salomat bo'ling.